Tushunmadim gapingni. Seni ham, meni ham qarindoshimiz. Sen erkak bo'lsangiz-u. Endi meni haqiqatimni eshitdinglar. Aslida hammasi boshqacha bo'lgan. Yo'q, siz nimaga meni oldimda begona ayollar bilan kulib gaplashyapsiz? Tushunmadim. Yo, men ortiqchalik qilyapmanmi? Ey, bo'ldi qilgan asossiz rashlaringni. Ha? Bu gapingiz bilan ketdimoqchisizda? Keyin o'shalardan bittasini olib kelib yashaysiz. Ey, og'zingga qarab gapirgan nimalar deyapsan, ha? Beymani gaplaringni. Ha, shunaqa haqiqat hech kimga yoqmaydi. Ertaga uyimizga qarindoshlarim kelyapti. Chiroyli qilib mehmon qilib kuzatib olishimiz kerak. Nima qilishadi? Tinchimizni buzib kelib. Kelsa ham tashqaridan shuna kafedan kuzatib yuborasiz. Men toqatim yo'q kutishga. Ey, nima deganing bu? Bir yilda bir marta kelyapti. Xo'p, ular meni qarindoshimidi? Tushunmadim gapingni. Ey, seni ham, meni ham qarindoshimiz. Sen erkak bo'lsangiz-u. Uring, shu qoldi o'zi qilmagan ishingiz. Ayol kishiga men umuman qo'l ko'tarmaganman va bundan keyin ham qo'l ko'tarmayman. Agar men o'rnimda boshqasi bo'lganda. Sen. Oy, keldingizmi? Qornim juda ham ochdi. Ovqatib qo'yding? Yo'q. Nima deganing bu? Yo'q. Ey, baraka topkur, qornim juda ham och. Ishdan charchab kelyapman. Xolodilnik to'lib produkti bo'lsa. Bugun restoranda ovqatlangim kelyapti. Restoranga boraylik. Har 2 kunda bir o'zi restoranga olib boraman ovqatlantirgan. Yoki ko'chadan ovqat zakaz qilamiz. Eslolmayman oxirgi marta qachon seni qo'lingdan ovqat yeganimni. Qachongacha mendan yashirinmoqchi eding? Poylab yurganingizni bilardim. Meni yillar davomida yiqqan obro'yimni to'kishdan maqsad nima edi? Men sizni hayotingizni barbod qildim. Chunki sizni deb men yetim qoldim. Bujon, yig'lamang. Naslimizni davomchisi qolmadi. Men yig'lamay kim yig'lasin, bolam? Bizni hayotimizni vayron qilgan odammi? Men ham uni hayotini vayron qilaman. Agar kibrga berilmay, mashinangizni sekinroq haydaganingizda, meni ota-onam va ukam hayot bo'lardi. Siz o'shanda mashinada to'qnashgan, halok bo'lgan bir oilani yagona vakiliman. O'shanda siz suvdan quruq chiqdingiz. Bilasizmi, keyin men sizlarni ko'p izlab bordim. Qishloqqa, hamma joyga bordim, lekin topa olmadim. Mana, gaplashib oldik. Endi oramiz ochiq. Meni kechir. Qalbingda shuncha og'riq bor ekan, sezmanman. Xayr, muhabbatim.